2025-yilning 17-may kuni Jizzax shahridagi Eski shahar buyum savdo kompleksida yong'in kelib chiqdi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, soat taxminan 13:00 larda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Jizzax shahridagi Eski shahar buyum savdo kompleksida yong'in chiqqanligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Yong'in qutqaruvchilar soat 13:05 lar atrofida voqea joyiga yetib borgan. Yong'inni bartaraf etish issiq ob-havo sharoitida biroz qiyin bo'lib, tutash hududlar sari alanga olib yona boshlagan. Soat taxminan 13:39 larda yong'in to'liq qamrab olingan va soat 14:50 da yong'in to'liq o'chirilgan. Yong'in oqibatida savdo kompleksidagi aralash turdagi mollar, savdo do'konlari hududlari yonib zararlangan. Jazirama issiq kunlarda sodir bo'lgan mazkur yong'inni bartaraf etish ham soha xodimlariga oson bo'lmadi. Yong'inni bartaraf etishga 11 ta asosiy yong'in qutqaruv ekipaji, bitta maxsus va 2 ta yordamchi texnikalar jalb etildi. Yong'in natijasida 2 qavatli umumiy ovqatlanish shoxobchasi va savdo do'konlarining taxminan 400-500 kvadrat metr maydoni yonib ketgan. Qayd etilishicha, hodisada hech kim tan jarohati olmagan va halok bo'lmagan. Hozirda yong'inning yuzaga kelish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Jizzax shahrida sodir bo'lgan yong'in vaqtida savdo do'konlaridagi mahsulotlar va buyumlarning ma'lum qismlari fuqarolar va favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ishchi kuchlari yordamida olib chiqilishiga erishildi. Bozordagi savdo do'konlari va umumiy ovqatlanish shoxobchalarida yong'inni o'chirishga to'sqinlik qiladigan holatlar aslida tadbirkorlar tomonidan o't o'chirish mashinalari kirib chiqadigan yo'laklarni ham egallab olinishi, bunda o'rnatilgan ustunlar va yoyib qo'yilgan mahsulotlar o't o'chirish mashinalarining erkin harakatlana olmasligiga ham sabab bo'lmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan olib borilgan surishtiruv va o'rganishlar natijasi haqida keyingi dasturlarimizda ma'lum qilamiz.